7-sinf O'zbekiston tarixi 10-11 mavzular. G'arbiy turk xoqonligi. G'arbiy xoqonlik ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan sharqiy xoqonlikdan mutlaqo ajralib turadi. G'arbiy xoqonlik aholisining kattagina qismi o'troq dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiq bilan mashg'ul edi. 7-asrning birinchi choragiga kelib, g'arbiy xoqonlik taraqqiy etadi. Xoqon Tun Yabg'u hukmronlik qilgan davrda boshqaruv tartiblari isloh qilinadi. Viloyat hokimlarini xoqonlik ma'muriyati bilan bevosita bog'lash va ularning ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida mahalliy hukmdorlarga xoqonlikning Yabg'u unvoni beriladi. Shahar aholisi hunarmandchilik va savdo-sotiq bilan mashg'ul bo'lgan. Kulolchilik, to'qimachilik, sarrojilik, misgarlik, chilangarlik, temirchilik va zargarlik taraqqiy etgan. Hunarmandlar yasagan zeb-ziynatlar va qurol-yarog'lar xilma-xilligi va nihoyatda puxtaligi bilan ajralib turgan. Xitoy manbalari garchi turklar doimiy yashash joylariga ega bo'lmasa ham, lekin ularning har birida ajratib berilgan yer borligi haqida ma'lumot beradi. Aynan mana shunday ajratib berilgan yerlarda dehqonlar mavjud suv manbalari hamda lalmikor yerlar imkoniyatidan foydalanib, asosan donli ekinlar yetishtirishganlar. Mevali daraxtlardan bog'-rog'larga alohida ahamiyat berganlar. Manba tili bilan aytganda, mevali daraxtlar savlat to'kib turgan. Xoqonlikda qabila va illatlarni birlashtirish va boshqarish, soliq va o'lponlarni o'z vaqtida yig'ib olish uchun maxsus ma'muriy va harbiy-siyosiy boshqaruv tizimi joriy etilgan. Xoqon o'z noiblari, tudunlar yordamida mustaqil hokimliklar ustidan nazoratni kuchaytirgan. Xoqonlik o'z ehtiyoji va hayotiy zaruratidan kelib chiqib, quyidagi islohotlarni amalga oshirgan. Birinchisi, o'nlik tizimni yaratish, ikkinchisi, vassal hokimliklar hududida o'z qarorgohlarini barpo etish, uchinchisi, davlat boshqaruvini takomillashtirish va boshqalar. G'arbiy turk xoqonligining Siyob, ya'ni Oqbishim, Beshbaliq, ya'ni Turfan, Ikkitog', ya'ni Sharqiy Turkiston kabi shaharlari xoqonlikda qarorgoh vazifasini bajargan. Davlat boshqaruvida xoqonlikning barcha bo'g'inlarida lavozim egalari harbiy unvonga ega bo'lishi shart hisoblangan. Xoqonlikning markaziy boshqaruv tizimi asosan davlat osoyishtaligini saqlash, davlat sarhadlarini kengaytirish, soliq tizimi va ichki tashqi savdo, diplomatik munosabatlar va boshqalar bilan mashg'ul bo'lib, zabt etilgan hududlardagi boshqaruv tizimiga ma'lum darajada erkinlik bergan. Shuning uchun ham Farg'ona, So'g'd, Choch, To'xariston, Xorazm va boshqa mulklardagi boshqaruv tartibi asosan mahalliy sulolalar qo'lida bo'lgan. Misol uchun, So'g'd va Farg'onada oliy hukmdor Axshid, To'xaristonda Malikshoh, Xorazmda Xorazmshoh, Kishda Ixrit, Buxoroda Xudod, Ustushonada Afshin, Chochda Tudun deb atalgan. Markaziy hokimiyatga faqat boj to'lab turish bilan ular o'z mustaqilliklarini ma'lum darajada saqlab qoladilar. Turk xoqonligi davrida So'g'd hududlariga hozirgi Panjikentdan Karmanagacha bo'lgan yerlar kirgan. Buxoro esa 7-asrdan boshlab mustaqil mulklar ittifoqidan iborat bo'lgan. So'g'dning mahalliy hokimlari ayrim vaqtlarda Choch va Xorazmning mustaqil hukmdorlari bilan birlashar edilar. Bunday yirik siyosiy birlashmalar ma'lum muddatlarda yirik shaharlarda o'z qurultoylarini o'tkazib turganlar. Farg'ona So'g'd siyosiy ittifoqiga kirmagan bo'lib, u alohida mustaqil davlat edi. Turk xoqonligi tarkibidagi turli xalqlarning yashash tarzi ham turlicha edi. Ko'chmanchi chorvador turklarda jamoatchilik an'analari kuchli bo'lgan. Ko'chmanchilarning asosiy mashg'uloti chorvachilik edi. Shahar aholisi hunarmandchilik va savdo-sotiq bilan shug'ullangan. Hatto hunarmandchilik mahsulotlarini yasash uchun Farg'ona va So'g'dda oltin, temir, mis, Uloqda qo'rg'oshin, kumush va oltin, Shahrisabzda
tosh va tuz qazib olinardi. Savdogarlar orasida so'x savdogarlarining mavqei baland bo'lgan. 7-asrning birinchi yarmida G'arbiy turk xoqonligi bilan Xitoy o'rtasida ayniqsa iqtisodiy aloqalar faollashdi. Bu davrda Xitoyga 9 marotaba savdo elchilari yuboriladi. Bir yilning o'zida Buxoro, Samarqand, Ishtixon va Ustirshona, ya'ni Jizzax va O'ratepa viloyatlaridan birlashgan juda katta savdo karvoni Xitoyga yetib boradi. Bu davrda ham yurtimizda moddiy va ma'naviy madaniyatning yangidan-yangi betakror namunalari yaratildi. Turli olimlar, mutaxassislar bahsiga sabab bo'lgan Turkruniy, Orxon Yenisey yozuvi, Kultigin butiklari, Bilgi Xoqon yodnomasi va shu singari noyob topilmalar turk yozma madaniyatining qadimiyligi va rang-barangligidan guvohlik beradi. Turon zaminida turkiy yozuv bilan bir qatorda Sug'd va Xorazm yozuvlari ham keng qo'llanilgan. Sug'd yozuvi chapdan o'ngga qarab yozilgan. Shaharlarda Sug'd-turk ikki tilliligi rasmiy odat bo'lganligi haqida Mahmud Qoshg'ariyning Divoni Lug'oti turk, ya'ni 11-asrda yozilgan asarida qayd etib o'tilgan. Bu yozuvlarda ulug' ajdodlarimizning qadimiy tarixi, boy madaniyati bilan birga Navro'z bayramiga oid ma'lumotlar ham aks etgan. Bugungi kunda milliy bayramimiz bo'lgan Navro'z ham o'sha davrlarda keng nishonlangan. Turk xoqonligi davrida O'rta Osiyoda dehqonlar tomonidan yerlarni egallash jarayoni tobora avj olib, zulm kuchaydi. O'z yer mulkidan ajralgan kashovarzlar mulkdor dehqonlar asoratiga tushib, qaram kadivarlarga aylanadi. Qashshoqlik, jabr, zulm va dehqonlar asoratiga qarshi aholi bosh ko'tarishga majbur bo'ladi. Shunday xalq qo'zg'olonlaridan biri Buxoroda yuz beradi. Qo'zg'olonga Xoqon xonadoniga mansub Abro'y boshchilik qiladi. Qo'zg'olondan vahimaga tushgan mulkdor dehqonlar va boy savdogarlar Buxoro viloyatini tark etib, Turkiston va Taros atrofiga borib o'rnashadilar. Ular turk xoqoniga murojaat qilib, qo'zg'olonchilarga qarshi kurashda yordam berishni so'rar edilar. Turk xoqoni Qoracho'rin o'g'li Sherikishvar, ya'ni El Arslon boshliq qo'shin yuboradi. Abro'y o'ldirilib, qo'zg'olon bostiriladi. Kadivar va xizmatkorlar o'z xo'jayinlari, ya'ni dehqonlariga qaytariladi. Manbalarda dehqonlar va boylar bu viloyatdan qochdilar hamda Turkiston va Taroz bir shahar bino qildilar, chunki Buxorodan qochib ketgan toifaning raisi bo'lmish bir katta dehqonning nomi Hamuk edi. Hamuk deb Buxoro tilida gavharga aytiladi. Ket esa shahar, ya'ni Hamukit, Hamuk gavharning shahari demakdir. Buxoro tilida katta odamni Hamuk, ya'ni falonchi gavhar deydilar. So'ngra Buxorodan qolgan kishilar o'zlarining sarkardalariga odam yuborib, Obro'yning jabr zulmidan qutqarishni so'raydilar. Shunda sarkardalar va dehqonlar turklar podshohning oldiga boradilar. U podshohning nomi Qoracho'rin turk bo'lib, ulug'ligi sababli unga buyog'i deb laqab bergan edilar va buyog'idan arzdodlariga yetishni iltimos qiladilar. Buyog'i Sherikishvar ismli o'z o'g'lini ko'p lashkar bilan yubordi. Sherikishvar Buxoroga kelgach, Baykantda Obro'yni tutib bandi qiladi. Sherikishvar bu viloyat yoqib qolib, otasiga xat yuboradi va undan bu viloyatni talab qilib, Buxoroda turish uchun ruxsat berishni iltimos qiladi. Buyog'idan u viloyatni senga bag'ishladim degan javob kelgach, Sherikishvar Hamukitga odam yuborib, Buxorodan qochib ketgan kishilarni xotin va bola-chaqalari bilan Buxoroga oldirib keladi. Sherikishvar Buxoro shahristonini quradi. U 20 yil podshoh bo'lib turdi. Undan keyin bo'lgan boshqa podshoh Iskachkat, Sharx va Romtin qishloqlarini bino qildi. So'ngra Faraxshi, ya'ni Varaxsha qishlog'iga asos soldi. Abu Bakr Narshahiyning Buxoro tarixi kitobidan. Yana shu diqqatga sazovorki, o'sha davrlarda ajdodlarimiz
o'z avlodlari to'g'risida ham muttasil qayg'urganlar. Shu boisdan bola 5 yoshga to'lishi bilan uni bilim olishga yo'llab, dast avval xatsavod va hisob-kitobni o'rganishga jalb etganlar. Bolalar balog'at yoshiga yetgach esa ularni dunyo tanish, savdo-tijorat ishlarini o'rganish uchun maxsus vakillar homiyligida boshqa davlatlarga yuborganlar. Turk xoqonligida ishlab chiqilgan jinoyatchilikka qarshi qonun hujjatlariga amal qilgan. Sodir etilgan jinoyat uchun jazoning asosiy turlari qatl etish, odam a'zolarini kesib tashlash, zararni to'lash, mol-mulk tarzida tovon to'lashdir iborat edi. Manbalarning ma'lumot berishicha, o'lim jazosi davlatga qarshi jinoyatlar uchun isyon ko'tarish, sotqinlik hamda nohaq yoki qasddan odam o'ldirganligi uchun berilgan. O'g'rilik yoki buzuqlik qilgan shaxsning qo'li yoki oyog'i kesilgan. Shaxsga qarshi qaratilgan boshqa jinoyatlar uchun yetkazilgan zararni 10 barobar qilib to'lash, jarohat yetkazgani yoxud mayib qilganligi uchun mol-mulki bilan tovon to'lashga majbur etilgan. Shunday qilib, G'arbiy Turk xoqonligi o'z davrida keng hududlarga yoyilgan eng yirik davlatlardan biri bo'lgan. Uning hukmdori Xitoy, Eron va Vizantiya bilan bo'lgan munosabatlarda uzoq yillar o'z ta'sirini o'tkazganlar. Shu bilan birgalikda xoqonlik davri moddiy va ma'naviy madaniyati, uning nodir namunalari Turon zamini xalqlarining to'laqonli turmush tarzini o'ziga xos yo'sinda aks ettirib qolmasdan, bobo kalonlarimizning yuksak ijodkorligi, izlanuvchanligidan ham dalolat beradi. 20-asrning 60-yillarida Samarqandda avtomobil yo'li qurilish jarayonida buldozer yer tekislash ishlarini olib borayotganda yer ostidan bir necha katta rangli devor bo'laklarini surib chiqaradi. Ularning nimaligini aniqlash uchun mutaxassislar taklif qilinadi. Mutaxassislar bu topilmalarni ko'rgan kechirganlaridan so'ng qurilish ishlari to'xtatilib, arxeologik qazishmalar boshlanadi. Natijada Afrosiyob, qadimgi Samarqand shahri xarobalari joyi aniqlanadi. Bir necha xonalar xarobalardan ba'zilarining devorlarida rangli bo'yoqlar, tempera, ya'ni tuxum sarig'iga rangdor mineral opasi aralashtirib tayyorlanadigan tempera bilan ishlangan devoriy rasmlar topiladi. Bularning ichida ayniqsa bir xonadan topilgani ancha yaxshi saqlanib qolgan. Devorlar supa, xom g'isht va paxsadan bunyod etilgan. Xona to'rida taxtga o'xshash o'rindiq joylashgan bo'lsa kerak, supaning o'sha qismi bo'rtib turganligi aniqlangan. Xona devorlaridagi rasmlarda shoh ayonlari Chag'anyon, Toxariston, Sharqiy Turkiston, Choch, Chinumochin, Hindiston va boshqa mamlakatlardan kelgan elchilar olib kelingan ot-ulov, sovg'alar va ov sahnasi ifodalangan. Suratlar nihoyatda nafis ishlanib, yuqori did bilan bo'yalgan. Bu ko'hna shahar UNESCO bosh direktori o'rinbosari bo'lgan Hubert Gezen 2016-yil yozgan gapi, bu ko'hna shahar dunyo ahamiyatiga ega bo'lganligi uchun UNESCOning Butunjahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan va unda Samarqand madaniyatlar uchrashadigan makon degan so'zlar yozib qo'yilgan. Like bosish va kommentariy yozish esingizdan chiqmasin va menga albatta obuna bo'ling. Keyingi mavzularni mening sahifamga kirib ko'rishingiz mumkin.